Bir kuni Hazreti İsa Merkezi ibodatxona hoylarida xalqqa ta'lim berib, xush xabarni yetkazayotdi. Oliy ruhaniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning oldiga kelib, "Aytib bering, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan?" deb so'radi. Hazreti İsa ularga, "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Aytinglarchi, Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi?" dedi. Ular o'zaro talishishga boshlab, "Agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar?" deydi. "Agar insonlar bergan desak, xaloyiq bizni chalma-kesak qilib o'ltirdi. Chunki ularning hammasi Yahyoning payg'ambar ekanligiga ishonadi" deyishdi. Buning bilan ular Yahyoning huquqining qayerdan kelganligini bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti İsa ularga. Hazreti İsa sözünü davomlashtirib, ularga bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishi bir uzumzorliq barpo qilib, uni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi va u yerda uzun vaqt turibdi. Üzümlarni uzadigan mazgil kelganda, u qullaridan birini o'ziga tegishli ulushni elib kelishga avatibdi. Lekin ijarkashlar ilk qulni dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. İjarkashlar uni shundoq urib, haqoratlab, yana quruq qo'l qaytiribdi. Üçüncü qitim xo'jayin yana boshqa bir qulni avatibdi. İjarkashlar uni urib, yaralandirib, bog'dan haydab chiqarib ketibdi. Oxirda üzümzorning xo'jayini, "Qanday qilsam bo'la? Söyümlük o'g'limni avatsam, hech bo'lmaganda uni hurmat qila" deb o'g'lini avatibdi. Lekin ijarkashlar xo'jayinning o'g'lini ko'rib, bir-biriga, "Bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri. Uni o'ltiraylik. Zimzorlik bizga o'ngchi qolsin" deyishibdi. Shuning bilan ular uni zimzorning sirtiga so'rab ochiqib o'ltirib etibdi. Bundaq ahvolda zimzorlikning xo'jayini bu ijarkashlarni qanday qildi? Jazman ularni o'ldirib, zimzorlikni boshqalarga ijaraga berdi. Ko'pchilik buni anglab, bundaq ishlar hergiz yuz bermasin deyishdi. Biroq Hazreti İsa ularga ko'zlarini tikib, undaq dedi. Zaburda qutqizuvchi haqida "Tomchilar tashlab tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi" deb aniq yozilgancha, bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qiladi. Tavrat ustozlari bilan oliy ruhaniylar bu tamsilning o'zlariga qartib etilganligini tushunib yetib, Hazreti İsa'ni shu chog'da tutmoqchi bo'ldi. Lekin ular xalqni qo'qishdi. Shunga Hazreti İsa'ni diqqat bilan ko'zitish uchun payloqchilarni avatdi. Bu payloqchilar samimiy qiyofatga kirib elib, Hazreti İsa'dan savollarni so'rab, uni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirib, Rimlik valiyning jazolashiga topshirmoqchi bo'lishdi. Ular Hazreti İsa'ga mundaq dedi: "Ustoz, bizga ma'lumki,
sizning ta'limotlaringizning hammasi haq. Shuningdek, siz yuz xotir qilmay, hamon Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib keldingiz. Sizcha Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi qandoq? Ularning hiylisini tushungan Hazrati Ayso, "Menga bir dona kumush tangi ko'rstinglar. Buning ustidagi surat va ism kimning?" dedi. "Rim imperatori Qaysarning," deb javob berdi ular. Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar, dedi Hazrati Ayso ularga. Ular xaloyiqning oldida Hazrati Aysoning so'zidan tutib oladigan biror putoq chiqara olmadi. Hazrati Aysoning javobiga hayron bo'lib, zuvoni tutildi.